Bizga yangi kelgan kosmetikalar. Mana bu nabordan keldi. Bu yerda penkasi bor, gidrofilning maslasi bor. Nabor olib olsangiz arzonroqqa tushadi. Penkasi hamma yuzga tushadi. Sezuvchanliklarga ham, gidrofilkasi ham hamma yuzga tushadi. Xo'p, 280 mingda bu. Keyin mana bunaqa penkamizdan keldi. Bu yog'li kombinirованный, ugriga moyligi bor yuzlarga ham zo'r tushadi. Tsinterasi bor, shilliqurdi bor. Yashil choy bor, 110 ming. Keyin mana bu kremdan keldi. Buni endi narxini qo'yaman. Bu hozir skidkada kelgan, srogi kam qolgan. 15 noyabr 25-yilga jo'r. Shunda necha oy qoladi? 5-6 oy qolyaptimi? 5 oy qolgani uchun kimga ishlatganda 2-3 oyda tugadi. Bu chuqur namlantiruvchi, oziqlantiruvchi krem 3 dona xolos. Buni hozir narxi bilan qo'yaman, lekin juda ham arzon kelgan. Roundlab Doktor penkasidan keldi. 130 mingdan. Dengiz suvlik eng zo'r ko'p sotiladigan penkalarimizdan. Mana penka ham ko'p sotiladi Silimax'da. Derma penkasi 110 ming. Hamma yuzga tushadi. Peptitox nabori 300 ming. Hajmli yuzlar uchun, quruq yuzlar uchun yaxshi tushadi. Mana bu naborimiz Peptid 9 ichida toner, emulsiya, yana mini narsalari bor, kremi bor. 470 mingga. Medipil Aqua Essence nabori. Keyin mana bunaqa kremimizdan keldi. Bu Roundlab'da yangi chiqqan kremi. Chuqur oziqlantiruvchi, kollagen, подтягивающий, ya'ni bunaqa yuzda lifting effekt beradigan krem. 200 ming. Sirtkasi ham keldi buni. Sirtkasining ham narxi shunaqa. Keyin Anvani tonerdan keldi. Keramidli guruchli oqartiruvchi. Buni toneri 230 ming bo'lishi kerak. Mana bu klientimiz zakazida. Sochga maskara qilganlar esa yumshoq qilib qo'yadi. Ikkitadan oladilar doim. Mineralni pudra so'raganlarga mana Viti Cosmetics Centella tarkibida bor mineralni pudrasi 5 gram xolos. O'z mineralni pudrada shunaqa kam bo'ladi. Manda ham bor. Innisfree'dan haligacha tugamagan. Juda ham ekonomichniy ketadi. Bunaqa tezda tugatib yubormaysiz. Yog'lanadigan joylarga surasiz. Shunaqa ko'rinishda ichini ochganda mayda nimasi bor? Kistechkasi. Keyin bu juda ham yengil, rang bermaydi, faqat yuzda yog'lanishda. Burun atrofi yog'lanish, peshona, jog'larga suriladi kistechkada yoki mana bunaqa o'zini nimasida. Meriketa vitamin C kremidan keldi. Hali ham skidka narxida 170 ming. Yog'li kombinirованный yuzlar uchun, ugriga moyligi bor yuzlar uchun tinchlantiruvchi toner. Roundlab penkasi naryoqdan chiqib qoldi. Mana bunaqa body spreylardan keldi. Hozir yozda rosa maza qilib ishlatishadi. Yengil hidli, bunisi ham shirin, Gracie Tulip degani, Over Floral ham shirin hidli. Bundan ikkita, bundan mana ko'p. Oqartiruvchi kremdan Skin 004 kremi. Buni sirtkasini ham sotganmiz, hozir ham bor. Keyin Doktor Sirkada enzimli pudrasi. Bittasi уже olindi, bittasi наличие. Yaxshi enzimli pudra so'raganlar uchun. Mana bunaqa sirtkalamizdan keldi Doktor Sirkada. Rosa chiroyli narxda, sroklari rosa yaxshi. 27-yil. Bunisi niacinamidlik, sirtka, oqartiruvchi, sutli. Guruchi ham bor tarkibida. Mana bunisi shu oqartiradigan yuzlar uchun, namlantiradigan yuzlar uchun. Bunisi aynan yog'li, yuzida ugriga moyligi bor. Mana BHA kislota, BHAYANI kislota, matcha o'simligi bor. Yog' bezlarni kamaytiradi, namlantiradi va yuzni quritmaydi. Keyin komedoni borlarga ham yaxshi tushadi. Bu ham chiroyli narxlarda 30 millilitr 130 ming. Doktor Sirkalda narsalari qimmat turadi. Boshqa sirtqalarni sotganmiz 200 ming. Shunaqalar atrofida hozir chiroyli narxda, ozgina xolos. Keyin Anvani tonerdan keldi 77%. Mana bunaqa Hirschlik degan o'simligi bor. Yog'li kombinirованный yuzlar uchun. Mana bu tonerni 200 ming bu. Mana bu tonerni hali qo'ymadim, ismini chiqib qoldi. Endi qo'yaman Telegram kanalimga. Bu ham yog'li kombinirованный yuzlar uchun kundalikka yaxshi namlantiruvchi toner.
Buni o'tgan safar ko'rsatdim. Redli shotda mikro ignalar, yangi chiqqan narsa, ya'ni evolyutsiya bo'ldi bu yil. Keyin bu mikro ignalar yuzning ichki qavatiga yaxshiroq kiradi boshqalarga nisbatan. Bu oqartiruvchi seriyasi, ya'ni vitamin C. Buni har xili bo'ladi. Tushlarimizdan keldi. Idol tushini yangicha ko'rinishi, shotkachasi shunaqa. Shunaqa uzun qilib chiroyli qilib qo'yadi. Bunisi qayrib qo'yadi. Unisidan ham bunisidan ham bor nalichi. Keyin mana bunaqa kollagen sirtkani aytdim. Roundlabda mana Moltoxda ham yaxshi o'tishlar ko'p olamiz. Bundan ham PDRN exosomniy sirtka. Bu yuzni shu chiroyli qilib berib, hali yuzingga nima qilding deydi-ku. Bir xil kimlarni ko'rganda doktor edim. Kosmetologga boryapsanmi deydi, shunaqa. PDRN tarkibida bor, eksosomalar bor va gialuron kislota kompleksi bor. Namlantirib, yuzni chiroyli qilib ajinlar bilan kurashadi. Aksisda kremidan keldi. Keramidi bor, alfa-arbutin, centella, oqartiruvchi, ko'proq yog'li kombiner. Buni yuzlar uchun o'g'riga moyligi bor yuzga ham tushadi. O'g'risi bo'lmasa ham tushaveradi. Shampunlar Ekoloydan 135 mingdan keldi skidkada. Bu o'zimni shampunim. Shu shampunda ishlatyapman. Hidi ham zo'r, yoqdi. Xo'p, menimcha bo'ldi. Mana bu yerda skidka 100 ming so'mdan Medipil'da, Mishani burni 130 mingdan sotganmiz. SPF'lar bu ham skidkada, siroqlari yaxshi mana. Shundan ham bemalol so'ramli yengil yuzda turadi, umuman bilinmaydi. Shunaqa narsalar kelganda.